Bu savolingiz uchun rahmat. Bir faylasuf o'z kitobida otalar shamga o'xshaydilar. Ular farzand hayotini yoritib, o'zlari erib tugab boradilar degan ushbu naql xuddi mening otam haqida aytilgandek go'yo. Otajonim butun umr bizga oson bo'lishi uchun o'zlarini qiyinchilikka urganlar va biz baxtli bo'lishimiz uchun jonlarini azobga qo'yganlar. Aytingchi, shunday odamni siylamay bo'ladimi? Shunday otalarni hurmat qilmay bo'ladimi? Baxtimizga otajonlarimiz, otamiz sog' bo'lsa iloyim, bizni oilada otamizga bo'lgan hurmatdanmi, shundan kelib chiqib mana shu qo'shiqlar ijro qilingan yurakdan, boshda otangni siyla qo'shig'idan boshladik. Shoirlarimiz ham xalqimizga ma'qul bo'ldi. Keyin otalar haqida qo'shiqlar menga ko'p taklif qilishdi. Shundan haligacha davom qilib kelyapti. Xalqimizga manzur bo'ldimi? Shu sabab. Bir qo'shig'ingiz manzur bo'lganidan keyin yana takliflar ko'p bo'lgan, ha? Kliplar ham suratga olgansiz, ha? Har bir ota qo'shig'iga klip bor adashmasak. Hammasiga klip olganmiz. Ijodiy hamkorlar kim bo'lgan endi bu borada? Ijodiy hamkorimiz avvalambor shoirimiz Shovotlik Qahramon Matniyozov. O'zimiz Shovot tumanidan familiyadoshimiz. Lekin qarindosh emas. Qarindoshdek bo'lib qolgan.